O'sha mikrokontrollerlar Arduino o'sha yerda nima qilingan, ixtiro qilingan. 5-6 yildan keyin hammani uyida bizdan robot bo'ladi. Birinchi videodan boshlashimiz kerak ekan. Keyin Arduino. Undan keyin mana shu nimadagi Python bor. Pythonga tushishimiz kerak ekan, ana shunda rivojlanish bo'ladi. Xitoy kompaniyasi bilan bordik qilamiz. Bu narsa siz uchun, hammangiz uchun yangilik bo'ladi. Assalomu alaykum azizlar, salomatmisizlar? Mana biz Hashim School o'quv markazi 30-maktabga tashrif buyurdi. Bu yerda hozir texnologiya fani o'qituvchilari yig'ilishgan. Ularga hozir robototexnika haqida, eng oxirgi zamonaviy texnologiyalar bo'lgan robodok haqida ma'lumotlar beramiz. Qani ketdik azizlar? Assalomu alaykum, hurmatli texnologiya ta'lim o'qituvchilari. Oldingi mehnatda ishlamaymiz, chunki hozir texnologik ta'lim bo'lyapti. Men ayrimlarni o'qitganman albatta, ayrimlar Qo'qonda o'qigan bo'lsa kerak. Lekin bu narsa o'zi nimamiz, hammamiz birgalikda yoshlarga bilim berish, ularni rivojlantirishdan iborat bo'lyapti-da. Shuning uchun mana ko'pchilik taniydi. Men shu bitirgandan beri 70 yilda bitirgan bo'lsam, texnologik ta'limda shu robototexnika, radiotexnika, elektronika, u paytda robototexnika yaqin bo'ldi. Shu bo'yicha dars berganman. Darsim demak bu shu yoqqa mana rivojlanib kelyapti. Bu elektronika, elektrotexnika, robototexnika o'lmaydi bu. Yangi kasb. Rivojlandiki, bu kasb o'lmaydi. Shuning uchun mana maktablarga 5-chi, 6-chi, 7-chi bu fan kiritilgan. Texnologiyaning ichidagi 4-semestrda bilasizlar, shuni o'tasizlar. To'g'rimi? Bunga endi sirmas, texnologiya oldingi paytda e'tibor beriladi mehnatdirda. Mehnat bu 2-darajali deydi. Endi hozir paytda shunday bo'ldiki, texnologiya bo'lgandan keyin bizga hozir imkoniyatimiz bo'ldi. Sizlarga ma'lumki, matematikadan, fizikadan, ximiyadan, biologiyadan, chet tildan olimpiada bor, to'g'rimi? Hozir paytda biz robototexnika bo'yicha musobaqa deyapmiz, lekin bu narsa robototexnika bo'yicha olimpiada deyishimiz kerak. Sababi bu demak mana bitta shogirdim bordi, u ham prezident maktabda ishlaydi, Akmaljon degan. O'tgan yili mana bu yil mayda nima qilishdi, respublika nimaga borishib, robototexnika musobaqaga. Keyin nimaga borishdi? Xalqaro Turkiyada bo'lgan xalqaro robototexnika bordi, 4 kishi borishdi. Demak, bizdan 2 kishi Jizzaxdan, Namangandan. Bor bir 6 o'qituvchidan 6 kishi bo'ldi. Endi ular hozir yurtishib o'sha yerda Italiyaga nima borishdi? Yo'llanma olishdi. Mana nima 20-nimada noyabrda o'sha ketishyapti. Hozir endi bizdan aslan nimadan ko'p borgan ekan, Qozog'istondan. Shuning uchun bizga hozir qo'shib beribdi. Qo'shib demak 15 ta 12 ta talaba, 12 ta o'quvchi va 3 ta o'qituvchi nima bor ekan? Nimaga borishadi? Italiyaga bu, Italiyaga. Bu chunki Italiya o'sha robototexnika, mana hozir robototexnika asosi bo'lgan o'sha mikrokontrollerlar Arduino o'sha yerda nima qilingan, ixtiro qilingan. 2002-yil, 2005-yildan beri ishlayapti. Unda nima uchun qilingandi? 2002-yildagi bo'lganda Masuma Bensi bordi, Iveriyada shaharga nima olishgan. Ishga olganda uni maqsadi talabalarga o'sha paytda o'sha mana kichkina Arduino'miz $100 edi. Keyin o'sha bolalarni cho'ntagiga bo'lib qo'ygan $30 nima qilmoqchi bo'ldi. Qilmoqchi bo'lib 2005-yilgacha shuni qilishib 250 ming tani hech qanaqa nimasi sotdi. Reklamasi internet orqali. Shuni mana shu vaqtgacha hozir ishlab kelyapti. Endi hozir paytda mana o'quv markazlari bo'lyapti. Shu jumladan biz ham o'quv markazi tashkil qilganmiz. Kim ota-onasi bo'lsa bilasizlar, Jamol Karimov, professor Hoshim Karimov bo'lgan. 50 yildan oshiq ishlashgan, shular dars berishgan. O'shuni dadam nomiga qo'yib Hoshim School'ga nima qo'ydik, o'quv markazi qildik, shu Urjuzani yonida.
telefonlarni beramiz, o'quv markazi. Zavuchlardan so'rayman. 100 ta bola hozir o'qishyapti. Necha kishi kompyuter bilasan? 5-6 kishi, 10 kishi ham emasda. Endi bu kompyuter bilmaslik menga hozir bilmaysan deyishdi, uyat. Uni so'rashimiz uyatda. Shunga kompyuterni bilishlaring kerak. Har birida notebook bo'lishi kerak. Bu nonimizda qatdan. Sertifikatimiz bor, o'tadi. Shu vazirlik tomonidan olingan. Sizlarga bugun mana nima sifatda yangilik sifatida Farg'onada hozir birinchi boshladik. Mana sizlarga ma'lumki, 20 yil oldin hech kimda telefon yo'q edi. Xudo xolasa 5-6 yildan keyin hammani uyida bittadan robot bo'ladi. Robot nyanya. Mana sharcha borasiz, robot nyanya bir nomini qo'yasiz o'zingiz, choy olib kelsa g'ildir-g'ildir olib keladi-da. Hop, kasalga nima kerak? Bu g'oya shundan chiqdi-da. Kasalga dori kerak, turli kattaligi, опознавательный bor. Ovqat kerak, keyin nima kerak? Hojat kerak, kechasizlar va прогулка kerak-da. 4 ta 5 ta narsani shu programma qilib qo'ysak, o'sha narsa bemalol telefon orqali ko'rib turishingiz mumkin. Demak, u yerda kasal bo'lsa nima hamma orada. Qiz ham ovora, o'g'il ham ovora, kelin ovora, o'g'il ovora. Endi shuni biz 4-5 yilcha narsani qilsak, bu narsa yaxshi bo'ladi. Endi mana biz mana o'g'illar borib, nimadan haqiqiy robot olib kelishdi. Endi buni ham robot bobocha deyapman, robot dog. Ana shu hozir mana shuni nimasini Xitoydan turib ichidagi programmasini yangilab berdi. Endi men nimaga aytaman sizlarga, bitta narsa ekanda, birinchi videodan boshlashimiz kerak ekan. Keyin Arduino. Bundan keyin mana shu nimadagi Python bor. Pythonga chiqishimiz kerak ekan, ana shunda rivojlanish bo'ladi. Buni xudo xolasa bir 2-3 yildan hozir paytda programma o'rganilyapti va mana shu programmani o'zimiz qilamiz. Bu versiyasi xitoycha va inglizcha. Endi iloji boricha buni biz o'zbekcha qilishga urinyapmiz hozir. Bunga bir ozmoz vaqt kerak. Shuning mana shunaqa ishlar amalga oshirilyapti. Shuning uchun bir buni iloji yo'q. Bunga ondan sun'iy intellekt degan narsa bo'lyapti hozir, bo'lyapti. Shuning uchun biz hech bo'lmasa yoshlardan o'tib ketmaylik, shular yoshlar bilan teng yurishimiz kerak. Demak, shunga vaqt topib o'qib olsangiz yomon bo'lmaydi. Keyin mana bu agar bizni nimamizga yozib olsangiz kanalga har kuni, taxminan har kuni yangilik bor. Shu yangiliklarda o'tib borasizlar. Bundan tashqari Arduino bo'yicha komplektmi yo bitta loyihami kerak bo'lsa kelinglar, birgalikda qilamiz. Uni imkoni bor. Chunki bilasizlar, bizda nima bir kun oldin aytiladi-da, ertaga musobaqa tapir qilib qilamiz. Bu endi ish emas-da. Shu yil davomida qilib borish kerak. Shuning uchun qanaqa loyihalaring, qanaqa ishlaring bo'lsa, aytsangiz buni biz demak imkon boricha gruppa bor, komanda bor, shular bilan qilib shu ishni rivojlantirib kerak. Endi aytaylik 1000 ta bolalik bo'lsa, bitta 2000 dan oshib bo'lsa kerak. Albatta 10-15 ta bola chiqadi. Shulardan tayyorlab borsangiz, mana prezident maktabda ham shunaqa. Bor yo'q 4 kishi boryapti. 4 ta bola borib shu o'rinda olib kelyapti. O'tgan mana shu nimaga borishganda Turkiyaga nimani ko'tarishdi? Bayroqni ko'tarishdi. O'zbekiston Respublikasi bayrog'i. Demak, mana shunaqa bor. Shunga demak intilishlaring kerak. Bu bitta yo'nalishi. Shuning uchun shuni texnologiya bo'yicha loyihalarni qilish kerak va O'zbekistonga iqtisodiga tatbiq qilish kerak. Shu bo'yicha ish olib borilyapti. Shunga demak bu bo'yicha o'qib olsangiz, shu bo'yicha ish qilsangiz kam bo'lmaysizlar. Menimcha bu to'xtamaydigan kasb. Robototexnikada ham programma bor, ham sxema bor, ham uni ishlash bor. Endi buni sizlarga ma'lumki, IT'da sekin-sekin obnoviy deyiladi-yu, programma rivojlanib boraveradi. Birdaniga ko'rish qiyin. Lekin robototexnikada bugun sxemani yig'dingizmi, hozir ishlaydi. Mana bunga o'xshab. Deb buni imkoniyati ko'p, savol berishyapti. Nima uchun kerak? Bitta narsa bo'ldi. Pajarnidan kelishdi. Nima qilish mumkin? Mana aytaylik, pajarnilar shunday ekanki, u asosan
mana shu pajab bo'lgan joydagi insonni qutqarish ekanda asosiy vazifalari. Endi uni hatto odam bormi yo'qmi noma'lum. Shuning uchun mana bizga bu narsa kerak ekan dedi. Endi buni mana sizlar texnologlar nima qilishimiz kerak buni? Tezroq harakatlantirishimiz. Ha? Ha, chidamli. Temperatura chidamli bo'lishi kerak. So'radim, necha gradusdan 1000 gradus dedi. Deb buni endi biz 1000 gradusga chidaydigan materialdan qilishimiz kerak. Kosmosda bormi? Bor. Yaqinda bir 4-5 yildan keyin bizda hozircha hech narsa emas. Toshkentda nima anaqa tirband, probka deydi. Bizda ham bo'ladi. Bo'lgandan keyin endi 5 yildan keyin xudo xolasa TVda dron taksilar yuradi. Ikkitadan odamni olib boradi. Keyin dastlabki dron orqali bo'ladi. Shunaqami? Har shunaqa yangiliklarga intilib borishimiz kerak. Hech bo'lmasa biz aytaylik Xorazmiy 506 yilda ko'rgan ekan. Algoritm shundan ketyaptimi? Hech bo'lmasa biz 5-10 yilda oldin ko'raylik. Demak shunga taklif qilaman sizlarni. O'sha oldingi o'quv darslarimizda mana robototexnikani kelib aytishdi, lekin bizga onlayn darsda dars o'tamiz deyishdi. Ungacha bizda hali gruppalarda tashkillangandi. Bular bizga borishgandan keyin biz maktabga 29-maktabga maktabimizdan ikkita ustoz kelib o'rganyapmiz. Mana shu robototexnika yo'nalishida. Bularning ham kurslari nima moliyaviy jihatdan ham arzon ekan. Keyin bulardagi darslari offlayn bo'lganligi uchun yuzma-yuz o'rganyapmizda. Bu domla bizga dars berishyapti. Hali o'rganmagan narsangiz qolmas ekan. To'g'risi men bitta svetodiodni ham yoqishni bilmasdim, ustoz. Nihoyatda agar svetodiodlarni Arduino'ni yaxshilab mohiyatini tushunib olsangiz, nihoyatda oson ekan o'zi aslida. Bu narsani men bilmagandim, mukammal deb o'ylagandim. Domlaga kelib men o'rganyapman. Bitta emas, kerak bo'lsa 5 ta 6 ta svetodiodni hali birinma-ketin 1 sekundda bir vaqtda yoqishlardi. Mana 3 ta darsingizda o'rganib oldik domla sizni. 3 ta darsda mukammal o'rgatdilar. Dars berish nimalari ham, malakalari ham juda ham yetarli ekan. Sizlarga tavsiya qilaman, moliyaviy jihatdan ham rosa ham arzon ekan. Assalomu alaykum azizlar, salomatmisizlar? Bu yerda ko'pchilikni taniyman. Ishlaganmiz birga. Osuda opa mana dars olishyaptilar, Go'zal opa birga ishlaganmiz. Xo'p, mana hozir e'tibor bering, IELTS deganda hamma mana bu Farg'onamiz to'lib bo'lgan, qizil hududga aylanib bo'lgan. Hali o'quv markazi ochganlar biladi. Biz hozir o'quv markazi maqtash uchun kelmadik. Biz haligi domla Bahodir Karimov shu narsani yurg'izaylik, texnologiyani yurg'izaylik. Biz Arabistonda o'zimiz shu ishlar bo'yicha yuraverardik. Mana Xitoyda ancha o'rgangan narsalarimizni O'zbekistonga mana qo'llab boryapmiz. Xudoga shukr, natijalari mana sekin-sekin ko'rinishda boshladi. Aytmoqchi bo'layotganligimiz, qaranglar. Mana bu texnologiya fanini berayotganimizda xo'p, xatolar haqida bildik, texnologiyalarni, masalan, ingliz tilini nimaga gapirdim? Ingliz tilini bilamiz, lekin bola mana biz chet elda ko'p yuramiz, bola ingliz tilida ishlatsa ishlatadi, bo'lmasa IELTSda o'qib olib qolib ketib qolyapti-da. Nimaga o'qiyotganini juda ko'pchilikdan so'rasangiz bilmaydi. IELTSda hamma o'qiyapti, o'qiyapman deydi. Xo'p, fizikani o'qiyapmiz, matematikani o'qiyapmiz, lekin bizda bitta kamchilik bor. Amaliyotga qo'llanmaymiz. Shu narsani juda nozik tomonimizda. Masalan, biz nimaga yursak, chet ellarda yursak, Xitoylik bolalar ikkinchi sinf o'quvchisi robot bilan shaxmat o'ynayapti. Tasavvur qiling, robot bilan shaxmat o'ynayapti. Dronlar sekin fast foodlarni tashab ketib qolyapti. Tasavvur qilyapsizmi? Fast foodlarni dronlar tashiyapti. Yo'q joylarga, cho'lli joyga shuni budkasini qo'yadi, dron olib kelib tashab ketadi. Tushunyapsiz? Ancha oldinlab ketgan. Mana masalan biz Xitoy kompaniyasi bilan bordi keldi qilamiz. Demoqchi bo'lganimiz mana biz Unity kompaniyasi. E'tibor bering. Mana shu ko'rib turgan robotingizni 75%ni dunyo bo'yicha ana shu Unity kompaniyasi yetkazib beradi. Men hozir ular bilan gaplashganimda men 4-o'chirid bo'lib olganman. E'tibor bering. Yaponiyaga beraman, Koreyaga beraman, Yevropaga chiqaraman, keyin sanga beraman dedi. Biz buni olib keldik. Endi savol tug'ilishi mumkin. Ha, buni olib kelibsiz, biz nima ish qilyapsizlar? Ya'ni o'quv markazi nima ish qilyapti degan holatda biz dasturlashni o'zimiz qilamiz.
Python dasturlash bo'yicha biz o'zimiz qilamiz. Tushunyapsizlar? Dasturlash degan narsalarni endi bilasiz, IT sohasi. Savol bo'lib qolishi mumkin. IT nima-yu, robototexnika nima? IT e'tibor bering, information technology. Demak, mana shu informatika bilan bog'liq bo'lsa, telefonda ko'rasiz, kompyuterda ko'rasiz. Endi robototexnikada IT ham keladi, texnika ham birga ketadi. Ya'ni o'shaning uchun ham baland. Hali domla aytishdi, biz endi YouTube'ga ham juda ko'p chiqarganmiz. Oyliklari robototexnikaniki, IT-nikiga nisbatan 2 barobar, 3 barobar katta turadi. Nimaga? Chunki u yerda nafaqat IT, elektronikani birga o'rganib ketasiz. Ikkita narsa birdaniga ketadi. Shuning uchun bu mutaxassislari juda yuqori bo'ladi. Endi Arduino masalasida aytadigan bo'lsak, Arduino hozirgi kunda mana bilasiz, saytga kiritadigan bo'lsangiz 1 milliondan ortiq tayyor dastur turibdi. Bu narsani nima? Open source deyiladi, ya'ni ochiq qilib qo'ygan manbani. Masalan, deylik, biror bir ma'lumotni olayotganingizda, ma'lumotlar pulli bo'lsa ola olmaysiz, lekin open source bo'lganligi uchun mana shu loyiha qilayotganingizda bolalarga, sizga oson bo'ladi. Ya'ni shuning uchun ham Arduino rosa rivojlanib ketdi. Biz hozir Arduino haqida gaplashyapmiz. Biz hozir mana shu qisqa muddatda ichida SAP32 ni, Pythonda juda katta dasturlarni qilganmiz. Masalan, kompyuterda o'tirib, o'zingizni kalkulyatoringizni yasashingiz mumkin. Tushunyapsiz? O'zingizni telefonda mana bu dasturni o'zingiz yasashingiz mumkin. Biz hali ungacha yetib borishligimiz uchun biz dasturlarimiz tayyor, biz bola sekin olib borib boryapmiz. Ya'ni bola kerakda bizga. Yana bitta narsani aytib qo'yay, men qisqa qilib domla aytmagan gaplarni aytmoqchiman. Hozirgi kunda mana hozir o'quvchilarimiz bitiryapti. Biz nima e'tibor bering, Hashim Schoolni maqtash uchun kelmadik. Hozirgi holatda qanchalik darajada mana hozir dars olyapsizlar, o'rganyapsizlar. Bugungi kunda qaysi holatga biz kelganmiz? Bu narsa siz uchun, hammangiz uchun deyarli 99% odam uchun bu yangilik bo'ladi. Hozirgi holatda biz hozir amerikaliklar bilan hozir buni quvonchli xabarda aytishimiz mumkin. Amerikaliklar bilan hamkorlik boshlaganmiz. Amerikalik menga bolangni bergin, men Amerikani kompaniyasiga ishga joylayman. O'zbekistonda turib Amerikaga bormasdan turib, shu yerda bemalol oyligini olsa bo'laveradi. 1 soatiga $30 beraman. Mana biz bolalarni tayyorlayapmiz, beryapmiz. O'zi imtihon qilib oladi. O'sha qaysidir yo'nalishga to'g'ri kelsa, 1 soatiga $30 dan to'layapti. Bu haligi zamon emas endi. Fizikani o'rganib, matematikani o'rganib, ish qattiq ekan deb. Yo'q, amerikaliklar keldi. James degan odam, demoqchi bo'lganimiz o'sha domlaning shogirdi tufayli keldik. Rahmat deb qo'yamiz. Aytmoqchi bo'layotganligimiz mana shu holatda mana hozir bolalar endi nima qilaman, Arduino'ni o'rganib olsam, Python'ni o'rganib olsam, qatga kiraman degan holat yo'q. 1 soatiga $30 dan tasavvur qiling, 3000, 4000, 5000 bo'lib qoladi. O'zbekistonda turib Amerikani kompaniyasiga to'g'ridan-to'g'ri ishga kirishi mumkin. Biz shu holatgacha yetib bordik. Mana hozir o'quvchilar chiqsa, siz bo'lishingiz mumkin, o'quvchi bo'lishi mumkin, sizni shogirdingiz yoki bo'lmasa o'sha farzandlaringiz bo'lishi mumkin. Shuning uchun aytyapmiz. Arduino bo'yicha juda ko'pchilik o'qigansiz, lekin juda ko'pchilik mana e'tibor bersangiz, IT sohasi bo'yicha, IELTS bo'yicha juda ko'p nimalar bor, yo'nalishlar bor, lekin hammaning metodikasi har xil bo'ladi. Mana misol uchun hamma narsa metodikaga bog'liqda. Mana siz o'qituvchisiz, o'qituvchi bo'layotganingizda o'zingizga yarasha uslubingiz bo'lishi kerak. Hozirgi holatda qisqa muddat ichida ko'p informatsiyani berib, zo'r qilib tevaga ketarish kerak. Bu haligi oldingi haligi nima deydi, an'anaviy usullar o'zi bo'ldi, qolib ketdi. Hattoki hozir haligi yangilik, innovatsion texnologiya, ular ham hattoki qolib ketdi. O'zi endi keyingi etapga chiqish kerak. U holatda biz orqada qolaveramiz. Masalan, men o'sha Amerika nimada, Arabistonda yursam bolalarni ko'raman, Xitoyda yursam bolalarni ko'raman. Bolalarning darajasi, bizning bolalar darajasi ancha unaqa oldinlab ketgan. Tushunyapsiz? Ikkinchi sinf bolasi robototexnikani biz ham ikkinchi sinfga qo'lladik. Arduino'ni o'rganishyapti, lekin bolalarimizda misol uchun mana shu mantiqiy fikrlash juda ham orqada qolgan. Masalan, 10 dona sham turibdi. Nimaga buni berayotganimni tushunib olasizlar. Men individual so'rayman. Bilmaslik ayb emas. Hech kim nima qilmaydi, prosta o'zimiz uchun 10 dona sham yonib turgan bo'lsa, opa, o'ylab turib fikrlang. Bittasini o'chirib qo'ying. Nechta sham qoladi? Hammasi o'chadi. Hammasi o'chadi. 10 ta. Nechta qoladi? 10 ta. Yana bitta imkoniyat. Bitta qoladi. Nimaga? Chunki qolgani yonib. Tasavvur qiling. Hali inglizlar imagine deydi. 10 ta sham yonib turibdi. Bittasini o'chirib qo'ydingiz. O'chirib, qolgan 9 ta sham o'chib yo'q bo'lib ketadi. Javob bitta qoladi. Tushunaylik. Yaxshi. Xo'p, tasavvur qiling, 30 dona daraxtda qush turibdi. Bittasini urib tushirdik. Tosh bilanmi yoki rogatka bilanmi? Nechta qoladi? Hammasi uchib ketadi. Bitta javob. Hammasi uchib ketadi. Ikkita javob, uchinchi javob. Hammasi uchib ketadi. 3ta javob. 3ta javob demak hammasi qoladi. Ko'ryapsiz mantiqiy fikrlashimizni. Isbotlab beramiz. 30 ta dona qush turibdi. Bittasini urib tushirdingiz.
Demak, u bitta qolgan bo'ladi. Qolgan 29 tasi furriyatda uchib ketadi. Tushunarligi? Mantiqiy fikrlashimiz ko'ryapsizlarmi? Yaxshi, kelinglar, yana boshqacharoq qaraylik. Afandi ketayotgan ekan, u topib olibdi. Nimani topib olgan? Bu tomonga, o'ng tomonga. Afandi ketayotgan ekan, topib olibdi. Nimani topib olgan? To'pa-to'g'ri, ketani. Hamma xayol ketdi, ketayotgan haqi ketyapti. Bizda juda ko'pchilik tilla topib olibdi, bu narsa topib olibdi, dollar topib olibdi deydi. Afandi ketayotgan ekan, topib olibdi. Yaxshi, jicha mantiqiy fikrlashimizni jicha rivojlantiramiz. Xo'p, sizlarga keldi. Ha, tasavvur qilinglar, 12 sonini teng 2 ga bo'lib. 12 sonni 2 ga bo'lsa necha chiqadi? 6. 12 ni teng 2 ga bo'lib 7 hosil qilish mumkinmi? Hosil qilish mumkin bo'lsa, mumkinmi? Javob. 12 ni teng 2 ga bo'lib 7 hosil qilish mumkinmi? Bu nima? Tayoqcha bilan bo'lsangiz 1.7 bo'lib qoladi. Yo'q, boshqatdan. Yaxshi, to'pa-to'g'ri. 12 ni e'tibor bering. Mana bitta opa to'g'ri javob berishdi. 12 ni teng 2 ga bo'lsangiz, xayolingiz 12 ni 2 ga bo'lasiz, 6 chiqadi. 12, mana. Soatdagi 12 ni teng 2 ga bo'lasiz, necha hosil bo'ladi? 7 hosil bo'ladi. Ko'ryapsizmi, qanchalik darajada sizga foyda bo'ladi? Mana daftarga yozsangiz bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Mantiqiy fikrlash nimaga kerak? Biz bunaqa robotlarni dasturlab yotibmiz. Vaholanki biz kichkinagina narsalarda oqlab, o'zimiz nima qilyapmiz? Tushunyapsiz? Kelinglar yana bitta savol beray. Matematika, fizika sizni nimangiz bo'lish kerak? Texnologiya, robototexnika bu matematikani ham bilishingiz kerak, fizikani ham bilishingiz kerak, ingliz tilini ham bilishingiz kerak. Mana oqlab nima osudapa chiqib ketdilarmi? Ya'ni hamma narsani bilishingiz kerak. Ingliz tilini bilmasangiz bo'lmaydi. Kelinglar yana bitta savol beray. To'rtburchak. To'rtburchakni bittasini burchagini kesib oling. Nechta burchak bo'ladi? 5 burchak. To'pa-to'g'ri. 5 burchak. Hamma imkoniyat bor. Kim misolchi xohlamaydi o'g'lini $3000 oylik olishini? Hammamiz hozir o'tiribmiz, to'g'rimi? Qattiq ekan, ish qattiq ekan deb. Ana bolalar Amerikalik keldi. Ishlayap, o'tirib, olib kel bolangni, olib kel, Amerikan kompaniyasiga joylab qo'y. Bunaqa imkoniyat har doim ham bo'lmaydi. Bolalar o'qish kerak, izlanish kerak, o'rgatishimiz kerak. Fizikani o'rgansak, matematikani o'rgansak, quruq shuni bilimni o'zi yetmaydi. Bu narsani juda ko'p joylarda aytamiz. Bu narsani o'zi yetmaydi. Biz hayotimizga tatbiq qilaverishimiz kerak. Mayli kichkina proyekt yarasin, sekin katta proyektga inshaalloh yetib boradi. Tushunyapsizlarmi? Men qayg'urib gapiryapman, chunki bizni holatimizni ko'rib turib aytyapman-da. Men chet ellarda solishtirib turib to'xta dedim. Mana shu narsani 1-sinfdan, 2-sinfdan sekin olib chiqyapmiz. Mana o'zingiz uchun o'sha maktabingizda videoni yo'lga qo'ying. Biz yordam beramiz. Misol uchun bizga kelib o'qimasangiz ham videoni yo'lga qo'ying. Bolalarda 30, 40, 50% gacha mantiqiy fikrlash rivojlanyapti. Chunki nimaga kichkina robotlarni yasashni Legolardan o'rganyapti. Undan keyin Arduino'ni yo'lga qo'ying. Arduino darsda o'zingiz o'tasiz, to'g'rimi? 40 tadan ortiq xatosi bor ekan. Mana hamma qiziqyapti, qayerda xatosi bor ekan. O'tirasiz, nuqta virgul. Bizga endi ustozlar aytishgandi, bu narsani endi ko'pchilik g'alati qarashi mumkin. Matematika fanlarida podshosi, lekin u fizika saroyida xizmat qiladi. Endi tushunib oling, nima degani bu? Bu narsani bizga ustozlar aytgan. Buni yozib qo'ysangiz ham bo'ladi. Matematika fanlar podshosi deb o'rgangansiz. Dunyoni sonlar boshqaradi, lekin u fizika saroyida xizmat qiladi. Nima degani bu narsa? Hamma olimni qarasangiz, zo'r fizik bo'lsa, u matematikasi zo'r bo'lgan. Einsteinni olasizmi? Qaysi olimni olsangiz matematikasi zo'r bo'ladi. Chunki matematik bo'ldi, fizikani tushunmasa matematik zo'r bo'lib ketishi mumkin, lekin zo'r fizik albatta matematikani nima bilish kerak? Bilish kerak. Hozirgi kunda 4 ta davlat bilan birga hamkorlik qilyapmiz. Tushunyapsizlar? Bu kichkina emas, qisqa muddatning ichida mana institutimiz bor, maqola chiqarish, patent, hamma sohalarni ichiga olganmiz. Xo'p, agarda masalan bunday savol beramizda, mesela o'zimizga, endi biz orqada qolib ketdik deb orqada qolib o'tirib olsak, haqiqatdan ham orqada qolib ketaveramiz. Lekin orqada qolib ketdik. Mana misol uchun tasavvur qiling, biz misol uchun biz mashinaga pul tikmasak, yemasdan, ichmasdan mashina narsalar olib kelmasak, bolalar ko'rib ancha odam o'zgardi. Sizga mana shu yerda o'tirganlarga hammasiga imkoniyat. Telefon qilasiz, birorta kunda tadbirini belgilaysiz, faqat biz vaqtimizga qarab turib, o'sha biz ham chunki darslarimiz ko'pda, hozir o'quvchilar tashlab keldik biz. Domla aytganlari uchun va'da berib qo'ydik. 1 soatda 200 mingga chiqadi o'zi aslida. Sizlarga bepul borasiz, biz o'sha yerda ozgina lubo bitta tadbiringizni o'tkazib beramiz. Video nima deydi? Prezentatsiya qilib beramiz, juda robototexnika haqida gapirib beramiz. Darajangiz ko'tariladi. Biz maktablarga borib, o'zi xususiyga boramiz, xolos. Sizga imkoniyat. Telefon qilasiz, aloqaga chiqing. Biz bepulga borib, sizni darajangizni ko'tarib kelamiz. Sizga bu imkoniyat. Endi bu nimalar qila oladi degan savollarni javobiga beraylik. Biz hozir ovoz bilan boshqarishni ko'rsatmayapmiz. Sizga
kerakli joyini ko'rsatyapmiz. Buni harakatmidek qilsangiz keladi. Ket desangiz, menga ashula aytib ber desangiz, o'ngga tushib ham beradi. Tushunyapsiz? Biz hozir yengilini ko'rsatamiz, chunki vaqtimiz chegaralangan. Xo'p, yaxshi boshladik bo'lmasa, qarang, buni boshqarish usullari ko'p. Mana telefonda, dasturlangan telefonda, demak, ishini ko'rsatamiz. Faqat qo'rqib ketmaysizlar. Xo'p. Xo'p, mana harakatlanishi bu tomonga. Xo'p, mana so'rashadi sizlar bilan. Mana buni ko'rgandan keyin direktorlar o'zi sizni hurmat qilmasa iloji yo'q, bo'lmaydi. Mana salomlashyapti. Xo'p, hamma bilan salomlashdi. Opa, siz mentormisiz? Bo'ldi, opa, mana shu opaga ko'proq salom beramiz aka. Xo'p, endi bu tomonga xayrlamiz. Xo'p, mana salom bersin. Xo'p, endi qaranglar. Mana shu tomonda katta odamlar o'tiribdi ekan, o'sha ekan, bu tomonga qarab, yuraycha qilib beramiz. Yuraycha qilib ber. Ko'ryapsiz-a? Ya'ni bu e'tibor bering. Bu dastur o'zi bu 15 kilo turadi. 15 kilo o'zini boshqarishni tasavvur qilyapsizmi? Zapchastlari masalasida bitta narsani bilib olinglar. Mana hozir aytdik-ku, narxini bekorga. Men aytdi, mana bu nimasi bor? Akkumulyatorning o'zi $480 turadi. Bitta tasavvur qiling, mana lidar degan narsasi bor. To'siq bo'lsa, o'sha to'siqlar aylanib turishi. Mashina o'zi $400 turadi. Tasavvur qiling, men aytdiki, motorlari bor. $350 turadi. Ya'ni qimmat, ya'ni bu aslida texnologiya deganda eng pasti bas, eng balandi. Tasavvur qilyapsizmi? Siz biror kun tadbirga olib borsangiz, biz hammasi to'liq aytib beramiz, o'shanda tushunchaga ega bo'lsangiz bo'ladi. Xo'p. Bu yig'ilgan holatda biz bu yerga olib kelib yig'sak, bu o'ta qimmatga tushib ketadi. Hozir aytyapmiz, biz bitta haligi nima deydi, butun holatida olib kela olsak, bizga arzonga tushadi. Chunki biz detal yig'adigan bo'lsak, bu $10,000 ga ko'tarilib ketib qoladi. Shuning uchun biz olib kelib dasturlashini shu yerda qilsak bo'laveradi. Qiziqarli ma'lumot, dasturlashi Python degan til bor. O'zi bilasizlarmi, qanaqa tillar bor ITda? Qanaqa tillar bor? Kim aytadi? C++ yaxshi, yana qanaqa? MATLAB yaxshi, MATLAB, yana. O'zingiz bilib olasiz bahonada. Bu sizga kerak. Yana Java, JavaScript, C#, C++, Python, undan tashqari yana PHP, CSS, ko'p turlar. Biz bilmaymiz. Misol uchun assembler tili bor. Misol uchun viruslar assemblerda yaratiladi. Virus ham antiviruslar assembler tilida. Bu narsani bilishimiz kerak. Opa aytdilar-ku, biz qancha ko'p informatsiya bilsak, sizni oldingizda hech kim aniq qila olmaydi. Hali nima deydi, texnologiyadan tikib o'tirardingiz, bular endi qo'shib yetib boring. Imkoniyat bor. Hozir shunaqa texnologiya, bu narsani shug'ullaning 2 yilda o'zingiz osmonga chiqib ketib olasiz. Endi nimaga fondi bolalar qilish kerak, biz o'zbek bolalar qilish. Mana opa uni qilishyapti. Biz kichkina robotchalarni olib kelmadik, bolalar o'zi qo'li bilan yasagan robotlari bor. Bu endi yo'q ekan, orqada qolib ketdi degan gap bo'lmaydi. Harakat qilaverish kerak. Mana 8 oy, 7 oyda ichida harakat qildik. Amerika chiqdi, Dubay chiqdi. Mana biz bilan hamkorlik qilamiz. Harakat qilasiz, haligi bitta oddiy nima, katta gulxanlar ham kichkina olovchadan boshlanadi. Hozir boshlaydi, 1 yil, 2 yilga borib turib siz professional bo'lib qolasiz. Lekin mana shu ekan degan holatda to'xtash kerak. 7 yoshdan boshlasangiz bolani qabul qilishligi yaxshi. 7 yoshdan boshlasa bo'laveradi. Darslar haqida ma'lumot berib ketaylik, bo'lmasa videodan boshlang o'quvchilaringizga. Videodan boshlasangiz, Lego Education video deydi. Ya'ni video o'sha yosh bolalarni Legolarni yig'ib turib harakatlantirishdan o'rgatasiz. Undan keyin konstruktor degan narsa bor. Elektronika, elektron nima degan savollarga javob berishdan o'rgatasiz. Undan keyingi Arduinoga o'tsangiz bo'laveradi. Bola o'sha tushunchaga ega bo'ldi-da. Demak, Arduinoga o'tsangiz o'sha dasturlashni o'rgatadi. Bir dona xato, e'tibor bering, o'zi Arduinoni ko'rgansizlar, ko'k plata, ana shu ko'k plata qilib qo'ygan. O'zi yashil bo'ladi platalar.
bilasizlar. O'sha Italiyaning kompaniyasi ataylab ajralib turishligi uchun ko'k plata qilib qo'ygan. 4 ta nimada dasturda unga dastur yozishingiz mumkin. S4A Arduino Arduino IDE, keyin Tinkercaddan yozsangiz bo'ladi. Eng professionalligi o'sha Arduino IDE nuqta virguligacha o'zingiz yozasiz. Sizni darajangiz men yerda turgan bo'lsa, tevaga olib chiqib qo'yadi. Nimaga? Chunki siz nuqta virguligacha void setup nima, void loop nima bitta yozasiz. Tushunyapsizlar-a? Ma'lum. Tushunyapsizlar? Ya'ni aytmoqchi bo'layotganligimiz mashinaga boshlaysiz. Undan keyin Pythonga kirib ketib, bunaqa robotga borasiz. Xolasangiz buni ichida ishlaysiz, xolasangiz bu bilan birgalikda shunday Amerikaga bitta o'tib olib turib, $30 dan 1 soatiga olishingiz ham mumkin. Men qisqacha qilib yo'lini tushuntirib qo'ydim. Mana shunaqa hamma narsa yozilgan. Sizlarda mana bu qog'ozcha tarqatganimizda o'sha Hashim School deb internetga, YouTube'ga, Instagramga chiqsangiz, yozsak chiqaveradi. Hamma narsa bor. Qo'shimcha ma'lumotlar, demak, bir masalan etapga bo'lib chiqamiz. Bolani qabul qilishga qarab 1 yil, 2 yilgacha dasturimiz tayyor. Misol uchun 2 oyda ichida video, yana 2 oyda ichida konstruktor, yana 2 oyda ichida demak Arduino ni o'rgansangiz bo'laveradi. Ya'ni endi sekin Python endi bu katta dastur. Pythonni qilsangiz o'sha nima qilyapti? Oyiga 400 ming so'm, opa. Oyiga 400 ming so'mdan. Kelinglar, biz imkoniyatimizni qilib beraveramiz. Agar birdaniga hammamiz mashina qilib ko'tarilsa, keyin bo'lam, bo'lmasa o'tiraveramiz hammamiz alohida bo'lib. Xohlagan mahalda kelinglar. Bitta narsa onlayn bilan offlayn haqida gaplashdik. Nima 400 ming oyiga dedik, bir haftada 3 marta bo'ladi. Offlayn bilan onlaynning farqini bilib olinglar. Misol o'zi mana savolni ko'rdingiz. 5-6 ta savol berdik, qanaqa? Siz ko'rib, kuydirib, yoqib yorib, yondirib borib o'rganmasangiz, o'rgana olmaysiz. Uyingizda bitta narsa biz shunaqa qilganmiz. Juda ko'pchiliknikini men bilmayman, chunki biz boshidan ochib ketyapmiz. Arduinoda kelib, qo'lingiz bilan ushab, svetodiod qaqqa ulab, kuydirib, teskari ulab, ashuna qilib o'rganasiz. Bizniki biz nima bo'ladi-ku, box deymiz, Arduino olmaysiz. Kelib shuni o'zida tayyor chiqib o'rganib ketaverasiz. Kuysa ham mana sizga podarkada berib yuboriladi. Nimaga? Chunki mashina qilib kimdir jon kuydirmasa, kimdir tikmasa pul bo'lmaydi, rivojlanmaydi. Tushunyapsizlar? Shunaqa. Instrumentni bizda sotib olmaysiz. Bizda bor, bizni o'zimizda sotib olmaysiz. Haligi qolgan joylarda shunaqa deyiladi. Siz kelib turib, o'zingizga olmoqchi bo'lsangiz, 450 mingga o'sha kitobingizda hammasigacha qilingan tayyor loyiha bor. O'shani olib ketaverasiz, o'zingiz ustingizda ishlayman desangiz. Lekin bizga kelib 400 ming bo'lsa, hech narsani sotib olmaysiz. Shu yerda o'zingizda o'rganasiz. Chunki bitta narsa yana kompyuter va mana shu nimani Arduinoni qo'yganmiz. Har bitta odam bittadan o'tiradi. Sertifikat masalasida biz endi sertifikatni bizni kompaniyaning o'zi alohida litsenziyasi bor. O'sha sizni sertifikatingiz berib rasmiy holatda oladi. Bu sertifikatni 2 oy muddatda bitirganingizdan keyin olasiz. Ha. 2 oyda ichida bitirasiz. Nima deysiz? Ixtisoslashgan maktab masalan nima nazarda tutyapsiz? Ularga ham bir xil-ku. Ha, robototexnikada planingizda nima bor? Mavzular boshqa xil. Yo'q, aynan nima? Motor driver, servo motorlar. Ular yo'q, qarang. Qadamli motorlar. Yaxshi. Ha. Ozginagina qo'shsangiz bo'ldi. Asosi bir xil. Biz bitta narsa Arduinoni maktabga deganimiz asosini bir xil qilganmiz. U maktabni kursiga moslab qo'ymaganmiz. Biz universal qilib o'rib ketamiz-da. Bitta savolda, ya'ni bitta narsa, endi prezentatsiyani ko'rsatganmiz. Prezentatsiyada Amerikada olgan ma'lumotimiz bor, Rossiyada olgan ma'lumotimiz bor, Xitoyda o'zida olgan ma'lumotlarni qilib, tarjima qilib, o'zbekchalashtirib, chiroyli holatga olib kelganmiz. Shuning uchun siz uni faqat maktabga moslashgan emas, ixtisoslashganga tushib ketaveradi. Universal holatda bo'ladi. Bir narsaga men xursand bo'ldim. Mana shu robototexnikani baribir mana bizning nonimizda, bizning fanimiz pasakan deb o'tirsak, fanimiz bilmasak, bu bizim uchun eng yomon narsa. Hozir bularda shiddatligi, bularda faolligi, baribir bitta narsa turtki bo'ladi, kimdirga sababchi bo'ladi. Kelinglar, shuni robototexnikani yaxshiroq rivojlantirib, mana shu bizni ham bolalarni mana bular bilan hamkorlikda nima qilishimiz, olimpiadalarga nima qilishimiz, tayyorlashimiz kerak. Yangi ixtirolar o'quvchilarimizni rivojlantirishimiz. Mana hozir menga juda ham yoqqani chet el bilan hamkorlikda nima qiladi, chetda o'zida chet elda oyligini olishi juda ham menga yoqdi. Ya'ni o'quvchilarimizda, ya'ni hozir ayniqsa mana texnikaga o'quvchilarimiz juda ham qiziqadi. Sizdan ham, bu telefonimni ko'rib ber deysizda, to'g'risida
bolani mana shu nimalarga jalb qilsak, fanimiz ko'karishi ham, yaxshi ko'kka chiqishi ham, hali nima deydi, domlani birinchi gapda kirganda bayrog'imizni chet ellarda ko'tarishiga ham biz sababchi bo'lib qolamiz. Sizlarga rahmat. Mayli, rahmat, sog' bo'linglar. Xo'p bo'ling. Aziz tomoshabinlar, shuning bilan biz 30-maktabdagi bo'lgan prezentatsiyalarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Juda ham ko'plab texnologiya fanlari o'qituvchilari savol-javoblar, qizg'in bahs-munozaralar bo'ldi. Bunga o'zingiz guvoh bo'ldingiz. Keyingi maktab qaysi maktab bo'lishini izohlarda qoldiring. Aynan keyingi maktab sizniki bo'lishi mumkin. Azizlar, ko'rishguncha salomat bo'linglar.